Mavzu maktabga tayyorgarlik jarayonida nutq rivojlanishdagi o'rni. Birinchi reja maktabga tayyorgarlik jarayonining mohiyati. Ikkinchi reja nutq rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar. Uchinchi reja nutq rivojlanishning maktabga tayyorlashdagi o'rni. Maktabga tayyorgarlik bu bolaning yangi ijtimoiy muhitga moslashuvi, bilim olishga tayyorligi va shaxs sifatida shakllanishining muhim bosqichi hisoblanadi. Ushbu jarayonda nutq rivojlanishi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki nutq bu bolaning tafakkuri, muloqoti va o'qish faoliyatining asosiy vositasi hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida bolaning maktabga tayyorgarligi faqat savod o'rganish bilan cheklanmaydi, balki uning nutqiy, aqliy va ijtimoiy rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi. Shu sababli nutq rivojlanish maktabga tayyorgarlikning asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat. Ya'ni bundan birinchisi erta yosh, ya'ni 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davrda so'z boyligi shakllanadi, oddiy gaplar paydo bo'ladi. Ikkinchisi esa kichik maktabgacha yosh davri, ya'ni bunda 3-4 yosh davrlarni o'z ichiga oladi. Sodda gaplardan foydalanish kengayadi. Uchinchisi o'rta yosh, ya'ni 4-5 yosh, grammatik jihatdan to'g'ri gap tuzish rivojlanadi. To'rtinchisida esa katta yosh davri, ya'ni 5-7 yosh davri. Bu bog'lanishli nutq, hikoya qilish, fikrini izchil ifodalash shakllanadi. Maktabga tayyorgarlik bu bolaning maktab ta'limiga jismoniy, psixologik va intellektual jihatdan tayyor bo'lishi hisoblanadi. Bu jarayon quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Psixologik tayyorgarlik, diqqat, xotira, tafakkur rivoji. Ijtimoiy tayyorgarlik, jamoaga moslashish, muloqot qilish. Nutqiy tayyorgarlik, aniq, tushunarli va izchil gapira olish. Keyingisi esa bu nutqiy tayyorgarlik bu yerda markaziy o'rin egallaydi, chunki barcha fanlarni o'zlashtirish nutq orqali amalga oshadi. Maktabga tayyorgarlik jarayoni bolaning hayotida muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu davrda bola yangi ijtimoiy muhitga kirib boradi, ta'lim faoliyatini boshlaydi va shaxs sifatida shakllanish jarayoniga faol jalb etiladi. Bu jarayonda nutq rivojlanish yetakchi omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Maktabga tayyorgarlik jarayoni bolaning hayotida muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu davrda bola yangi ijtimoiy muhitga kirib boradi, ta'lim faoliyatini boshlaydi va shaxs sifatida shakllanish jarayoniga faol jalb etiladi. Bu jarayon nutq rivojlanishi yetakchi omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Nutq bolaning bilish faoliyatining asosiy vositasi bo'lib, u orqali bola atrof muhitni anglaydi, o'z fikrini ifodalaydi va boshqalar bilan muloqotga kirishadi. Nutq rivojlanishining yetarli darajada shakllanmaganligi bolaning o'quv faoliyatida qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shu sababli maktabga tayyorgarlik jarayonida nutq rivojlanishiga alohida e'tibor qaratish dolzarb masala hisoblanadi. Nutq bu til vositalari yordamida fikrni ifodalash va muloqotni amalga oshirish jarayoni hisoblanadi. Nutq rivojlanishi murakkab psixofiziologik jarayon bo'lib, u bolaning umumiy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Maktabgacha yosh davrida nutq bosqichma-bosqich rivojlanadi va bu jarayon lug'at boyligining ortishi, grammatik tuzilmalarning shakllanishi hamda bog'lanishli nutqning rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Nutq rivojlanishi maktabga tayyorgarlikning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bola nutqining rivojlanganlik darajasi uning o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Lug'at boyligining yetarli darajada shakllanmaganligi bolaning o'qituvchi nutqini tushunishi va o'z fikrini ifodalash uchun zarur hisoblanadi. Grammatik jihatdan to'g'ri nutq esa yozma nutqni o'zlashtirishning asosini tashkil etadi. Nutq rivojlanishi maktabga tayyorgarlikning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Nutqni rivojlantirish jarayoni pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etilishi lozim. Ushbu jarayonda turli metod va usullardan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Didaktik yondashuv nutq rivojlanishi maqsadli ravishda tashkil etishga xizmat qiladi. Suhbat asosida olib boriladigan mashg'ulotlar bolaning nutqiy faolligini oshiradi va fikrni ifodalashga undaydi.